Bu ayolimizning shikoyatlari siydik ushlay olmaslikka, tez siyishga, yo'talganda, aksirganda, qattiqroq turganda siydik chiqib ketishiga. Bu ayolimizning shikoyatlariga asosan biz qin plastikasi operatsiyasini tavsiya qildik. Qin plastikasida qinning yuqori devori hamda pastki devorining 3-darajali tushishi kuzatilgan bo'ladi. Hozir mana shu operatsiya jarayoni, amaliyot jarayonida qinning oldingi hamda orqa devorini, pastki hamda yuqori devorini ko'tarish jarayoni bajariladi. Xudo xolasa operatsiyadan keyin, ozgina vaqt o'tgandan keyin ayolimizning o'sha hamma shikoyatlari bartaraf qilinadi. Ayolimizda jinsiy aloqa vaqtida diskomfort, erlari norozi. Shuning uchun bugun mana shu qin plastikasi jarayonida ayolimizga va turmush o'rtoqlariga komfort sharoit yaratiladi. Osilgan qin devorlari bartaraf qilinib, toraytirib, chiroyli qiz bola holatiga keltiriladi. Ayolimizda tug'ruqdan keyingi holat, tug'ruq travmalari natijasida qin devorlari bo'shashib ketgan. Ayolimizda bugungi operatsiyamiz juda muvaffaqiyatli o'tdi. Ayolimiz o'zlarida hech qanaqangi og'riqni his qilmadilar. Operatsiya jarayonida biz bilan gaplashib yotdilar. Ayolimizni hamma shikoyatlari, ayolimizni bezovta qilayotgan holatlar 100% bartaraf qilindi. Ayolimiz muolajamizdan xursand. Xudo xolasa hali yana rezultatini ko'raveramiz. Yana sizlarga axborot beraman rezultat to'g'risida. Rahmat.